Birodarlar, hozir biz shunday insonni yo'qlab keldik. Sizlar uchun bu topishmoq juda ham ajoyib inson. Nima deydi, qadrli inson, hammalaring yaxshi ko'radigan, bir insonni dilini og'ritmagan, mana juda ko'p yillar rahbar bo'lsa ham bir chimchiqqa ham to'g'risi bichaga ham ozod bermagan odamning uyiga kelyapmiz. Hozir shu inson bilan sizlar ko'rishyapsizlar, sizlar uchun jumboq bu odam kimligi. Xudo xolasa manzilga oz qoldik, ana yetib keldik. Uyda yo'q bo'ladi baribir, bog'da bo'ladi. Chaqirishim kerak-da. Maylimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zerinmay yurishmi? Ishlayapmiz. Rahmat, yuring. Ko'ngil ufqqa intilar, cheksiz orzu umidlar, yozib hayot asarim, Tangrim bizga tikilar. Assalomu alaykum ustoz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog' salomat qalay? Nafaqalarda zerikmasdan, charchab qolmasdan, bog'larda jovlanaverib yuribsizmi? Alaykum assalom. Bizda shu 56-maktabda an'ana bor. Ustozni yo'qlab deb sizni umr yo'llaringiz bilan bir tanishgani keldik jamoamiz bilan. Avvalo 1-oktyabr o'qituvchi va ustozlar, murabbiylar kuni bilan sizni tabriklaymiz jamoamiz nomidan. Rahmat. Boringizga shukur, sizlar bilan biz faxrlanib yuramiz. Mana hozir ko'rib, juda ham ko'p rasmlarni ko'rdimda, nima desa bo'ladi, etlarim junjikib ketdi. Juda ham katta tarix yotibdi-da bu yerda. Ustoz, shu birinchi savolim sizga, ish faoliyatingizni nechinchi yillardan boshladingiz? Avvalo tanish ularga salom deb. Assalomu alaykum hurmatli domlalar, sizlarni mana yaqinlashib kelayotgan o'qituvchilar va murabbiylar bayrami bilan tabriklayman. Sizlarga sog' salomat tilayman. Og'ir ishlaringizda sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Yana ish faoliyatimizni biz ham 1976-yili boshlaganmiz, 73-yili boshlaganmiz. Shunda maktabga bufet ochganlik kelganman, bufetchi bo'lgan. Birinchi bufetdang. Undan arkasidan keyin kutubxona ochdik. Sheriklarimdagi yetakchi bo'ldik. Shu bilan 73-yil bizgamizga 76-yilgacha shunaqa ishlarda ishladik maktabda. 76-yilda o'qishga Andijon davlat pedagogika institutiga o'qishga kirdik. 80-yil bitirib mana maktabga 80-yilda kelganmiz. Oldin unda 53-maktab edi. Undan keyin nomi o'zgarib 3-maktab bo'ldi. Hozir 56-maktab bo'ldi. Shu maktabda 50 yilgacha ishladik mana. Juda ham ko'p yillar rahbarlik ham qildingiz-da To'sh aka. Siz Nosirbekdan keyin reytingda 2-o'rinda turasiz. Juda ham ko'p direktorlik qilgansiz. Undan tashqari zavodchilik qilgansiz, zam direktorlik qilgansiz. Shu ish faoliyatingiz davomida nafaqat ishga o'rinlashib qolmagansiz-da siz. Siz bilan juda faxrlanib yuramiz. Chet el davlatlarda juda ko'p bo'lgansiz. Mana shu yerda rasmlarda ko'ryapmiz. Mana qarang, mana rasmlarda. Qarang, bu qayer bu? Maktabda endi oldin boshlang'ich konsol sekretar degan lavozim bo'lardi. Shu paytda ishlaganmiz. Shunda tumanimiz komsomolning birinchi sekretarlar bizni shu yerga jo'natgan. Shu paytda Rossiyaga, Moldaviyaga, Ruminiyaga, Bolgariyada mashinlarda bo'lganmiz endi. 5 ta davlatda. Shu Yevropa mashin davlatlarini ko'rib shu yerga kelganmiz. Mana shu yerda yurgan mana shu rasmdagilar hammasi shu Andijon viloyatida birga borgan tenglar, nima, birodarlarimiz bo'ladi. Mana shular bilan borib 1 oy shu yerda dam olib kelganmiz. Endi mana yillar o'tdi. Alloh rizqingizni qo'shgan ekan, mana umralarga borib hoji bobo bo'lib keldingiz. Yevropa, nafaqat Yevropani. Siz Arabiston, Osiyoni ham ko'rgan ustozlarimizdan bo'lasiz. Siz bilan biz faxrlanamiz. Endi ustoz, shu ish faoliyatingiz davomida bir bo'lgan bir qiziqarli bir voqealardan yana bizga bir ozgina aytib bersangiz, juda ham qiziq bo'lardi. Endi ish faoliyatimizda qiziqarli narsalar juda ko'p bo'lgan.
Endi mayli bittasini ham aytib beramiz. Toshkentga 2006-yili o'qishga ketgan paytimizda kollektivlar kuzatib qo'ygan. Shunda bir O'tkirбек ukamiz bor. Shunda bir yangi telpak olgan ekan, shu telpakni kiyib keting shu degandan keyin unamasam majbur kiydirib yubordi. Borib shu keyin bu yerda issiq ekan kiymadik, qaytib kelayotganimizda shu mashinada qolib ketdi. Telpak Toshkent mashinasi qolib ketgan ekan. Qaytib kelsam shuni xotirma olib beradi deb qoldi. Ha. Lekin shunaqa qilib oylikdan bir ikki oylik qilib kelib, telpak olib berganman. Unaqa mana shu qiziq voqealardan, bunaqalar ko'p bo'lgan o'zi sizda. O'zimiz oramizda ham qiziq ko'p bo'lgan, ey. Maktabda ham ko'p bo'lgan narsalar. Bu juda ham qiziq voqealar ko'p bo'lgan. To'ycha akamning o'zi hayoti nima deydi? Sarguzashtlarga boy-da To'ycha aka. Men o'zim ham juda ko'p kuzatganman. O'zimiz billa ham juda ham ko'p bo'lgan. Tarix yotibdi bu yerda. Juda ham katta tarix. Hozir men ikkita rasmga ko'zim tushib qoldi. Men an'anaviy savolimni beraman. Hamma ustozlarga mana shu savolimni berib kelganman, ustozimni yo'qlab. Qarang, bu rasmlarda To'ycha aka men juda katta tarixni ko'ryapman. Mana bu yerda bu rasmda qarang-da. Juda ham katta tarix. 1973-yilda ish boshlab 2023-yilda faoliyatingizni yakunlagan ekansiz. Hisoblab chiqsam 50 yil maktabda ishlayapsiz. Sizga savolim shunaqada To'ycha aka. 50 yillik ish faoliyatingiz davomida nimalarni topdingiz? Kimlarni yo'qotdingiz? Shu davrimda qancha bolalar o'qitdik mana, ta'lim-tarbiya berdik. Ko'plari oliy o'quv yillariga kirdi. Ko'plari boshqa turli sohalarda ishlashyapti hozir. Men hozir ko'chaga chiqsak ham, bu yoqqa borib qolgan bo'lsak ham hamma salom beradi o'zarasa. Ana. O'shalar biz davlatimizga yetib kadr qilib yaratdik. Yetkazib qo'ydik mana. Men o'sha xalqqa ularning hammasini xizmatiga tegyapti. Davlatimizni rivojlanish tarixidan o'zarasa rivojlangan davlatlar qatoriga prezidentimiz qo'shaman deyotgan paytda shu bizni o'qitgan bolalarim hozir o'zini hissalarini qo'shyapti o'zarasa. Ana bu sizni topganlaringiz. Topganlarimga. Men doim shulardan xursand bo'laman. Mana. Shu ko'rma chiqqan ko'chaga chiqsak salom berishadi hammasi. Yetdilar shu salom berganing bizga juda katta motivatsiya beradi. Hojibo, endi kimlarni yo'qotdingiz? Endi mana shu davr ichida mana birga o'qigan men 80-yilda bitirib kelgan bo'lsam, eng yosh o'qituvchi men edim maktabda. Qolganlar hammasi o'zimning ustozlarim edi. Ana. Shu ustozlarimizdan hozir juda ko'plari o'tib ketdi. Haydar Umarali aka domla o'tib ketdi, mana. Obbakirov o'tib ketdi, Solib domla o'tib ketdi, Marziy opam o'tib ketdi, Oson akam. Ana. Shermat akam bor edi, qadrdon u ham o'tib ketdi mana. Zo'r inson edi. Osmon akam, Bulturbek akam, Tursunbek aka degan domlalar ko'p hammasi o'tib ketdi. Mana o'zi o'qiyotib 23 ta odam institut bitirganmiz, shulardan hozir 7 tasi o'tib ketdi. Hozir 16 ta qoldik. Hozir mana yaqinda 45 yillik bo'ldi, shunda uchrashdik. Shu odamlar mana yaqin kunlarda ko'rib turaylik, mana hozir oramizda yo'q. Ana. Men ancha shularni mana yo'qotib deb o'ylayman, xudo xolasa. Qanday yaxshi odamlar edi. Davlatimizga hammasi. To'ycha aka, juda ham hozir men ta'sirlandim ko'rib rasmlarni. Mana yosh kadrlar bor-da, hozir maktab yangilanib ketdi. 3-avlod ishlayapti maktabda. Shularga siz nima degan bo'lardingiz? Qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Bizni birinchi sinfga o'qishga kirganimizda shu 63-yillari yozadigan piromiz ham yo'q edi. Ana qamishlarda uchini chiqarib shunda siyora nimada yozardik. So'mkamizda mana oddiy bitta latadan so'mka qilib berardi uydagilar, shunga kitoblar solib ketardik. Eski kazonetlik o'sh tonlari kiyib ketardik maktabga. Mana hozirgi bolalarga hamma sharoit bor. Kitob bor. Mana hozir kompyuterlar chiqdi o'zarasa. Hamma sharoit bor hozirlarga. Shunchaki ishlash kerak-da. Shu kelgusida shu yoshlarimiz o'zarasa shu ta'lim amaliy bilimlarni olish kerak o'zarasa. O'zbekistonda rivojlanishga qisadigan bolalar bo'lish kerak deb bilaman. Rahmat. Prezidentimiz hozir shu elimni, yurtimni, shuni xalqimni yaxshi boqaman deb mana xizmat qilyapti xalqqa. Shu bolalar ham kelajakda shu bizni rivojlangan davlatga qator qo'shishga davlatimiz shunga nima qilishga mehnat hissasini qo'shish kerak edi emas. Rahmat. Sehrli rasm topib oldim. Mana shu rasmning ichida sizni men topa olmayapman aka. Mana shu rasmning ichida hozir men sizni topa olmayapman. Mana ko'rganlarga qiziq. Sizlar ham sizlarga topishmoq. To'ycha akamni topinglar shu yerdan. To'ycha akam bor lekin shu yerda bor. Toshkent aviatsiya
uchilishi. Uchilishi texnika olmay ekan. Bo'layotgan paytda. Ha, mana shu yerda ishlagan ekan to'ychi akam. Sizlarga topishmoq, topinglar. Nechinchi o'rinda qaysi qatordagi to'ychi ekan bo'ladi? Hammalariga rahmat. Gapirib qo'ying shuni ta'rifini. Ha, gapirib bering. Andijon davlat institutida o'qiyotgan paytimizda biz su otryad bo'lardi. Institutlardan 50 tadan bolani har yili su otryadda boshqa joylarga borib mehnat qilardik-da. Ha. Shu 1-2 oy. Shunda Toshkentdagi aviatsiya uchilisida shu yangi bino bo'layotgan shu yerda biz o'sha yerda 50 ta bola ishlagan-da. O, ana. Metroda ham yangi metro qurilayotgan paytda ham erta ham 1-2 kun ishlaganmiz. Ana. Toshkent metrosi. Qo'limizda yeyib qolganda. Shu paytda 60 maktabning mana ishlayotgan o'qituvchilar va xodimlariga kelgusi mana bu og'ir ishlarda xudoolasa o'quvchilarga ta'lim berishda hammasiga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Oilaga sihat salomatlik tilayman. Allohdan barcha o'g'il qizlarimizni, nevaralarimizni, umrlarini, rizqlarini, kasbkorlarni Alloh barakali qilib so'rayman. Amin. Doimo dunyoda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Barchamiz xudoolasa shunday yaxshi kunlarni ko'rishni hammamizga nasib qilsin. Doim tinchlik, omonlik bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Ertaga xudo xolasa maktabda katta bayram bor. Ko'rishamiz, ha? Borasiz albatta. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, ustozlar, sizlar biz doim arzog'imizdasiz. Keyingi manzil xudo xohlasa til va adabiyot fani o'qituvchisi G'affor va Hadiya opamlarning manzili bo'ladi. Robbi rosa 1 yildan keyin 2026-yil 1-oktyabrga xudo xohlasa opamizni yo'qlab boramiz. Opa, bizni kuting. Hammaga rahmat.